Marketda qanday daromad qilsa bo'ladi? Qanaqa pul topsa bo'ladi? Nimadan boshlash kerak? Qanaqa qilib firibgarlarga aldanib qolmaslik kerak? Buni video davomida ko'rib olsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Men ismim Hayotbek Jo'raqulov. Men 32 yoshdaman. O'zi asli Navoiylikman. Marketda 2023-yildan beri savdo qilib kelaman. Hozirgi kunda aylanmamiz Marketda 7 milliarddan ortiq. Bu hozirgi sanagacha. Bundan buyog'iga yanada oshib boradi. Inka biznes maktabiga 2023-yilda asos soldik va hozirgi kungacha onlayn offlayn hisoblaganda 1,5 mingdan ziyod sotuvchini, ya'ni sellerni yetishtirib chiqardik do'stlar. Ularning ko'pchiligi top sellerlardan bo'lishadi. Hozirgi kunda Marketda savdolarni boshlashda ikkita narsadan ehtiyot bo'lishimiz kerak do'stlar. Birinchisi bu firibgarlar. Hozirgi kunda Market nomidan foydalangan holda siz Telegramingizga yozadi, ish bor deb Telegramda yoki Instagram target qiladi, topshiriqlarni bajarasiz. Men bu topshiriq bajarsangiz sizga menimcha summa berasiz, kartamga menimcha tashlang, men sizga menimcha yutib oldim, buncha sizni daromadingiz deb turib, sizni aldashadi do'stlar. Men buni videosini qo'yib ketaman. Qanaqa mo'lay saytlar ekanligini ham, rasmlarini ko'rib turishingiz mumkin do'stlar. Ikkinchisi esa do'stlar, hozirgi kunda Marketda savdo qilishni o'rganib, o'zi hali bugun yoki 2 oy yoki 1 oy oldin o'zi kursni tugatib, bugun men buncha milliard qo'rayapman, men buncha soqqa qilyapman deb turib, o'zlari kurs sotayotgan, hali tajribaga ega bo'lmagan sotuvchilar do'stlar. Bu insonlardan ham siz ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'ladi. Sababi siz ulardan tajribasini pulga olasiz. Bu esa hali 2 oylik, 3 oylik tajribasini sizga pulga sotishga harakat qilayotgan insonlardir. Agarki ular haqiqatan zo'r rezultatga erishgan bo'lsa, agar haqiqatan ham zo'r sotuvchilar yetishtirib chiqayotgan bo'lsa, respekt do'stlar. Men ularga qarshiligim yo'q, lekin ko'pchiligini o'qitganini men qaytadan o'qityapman do'stlar. Ayniqsa bizning Inka biznes maktabiga juda ham ko'pchilik kelishadi. Tovar qo'ydi degani sotildi degani emas do'stlar. Shuning uchun qolgan hamma sir asrorlarni o'rganib, keyin boshlaganingizni tavsiya beraman do'stlar. Ko'pchilikni qiynaydigan savol, Marketda qanday savdolar boshlanadi? Men buni sodda qilib, dehqoncha qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Misol siz o'zingizni joyingizda keling. Misol olaylik, qishlog'imizdadir, tumanimizdadir, viloyatimizdadir bitta do'kon ochib ko'ramiz. Misol offlayn do'kon. Offlayn hamda onlayn uzumdagi do'konni farqini solishtirib beraman. Offlayn do'kon. Misol siz bitta do'kon ochdingiz, birinchi navbatda nima kerak bo'ladi? Joy kerak bo'ladi. Joy o'zingizniki bo'lsa yaxshi, lekin siz arendaga oladigan bo'lsangiz, u ham qo'shimcha xarajat hisoblanadi. Undan tashqari, siz har kuni ertalab tovarlarni do'konga joylashtirganingizdan keyin har kuni ertalab o'zingiz borib ochishingizga to'g'ri keladi, kechqurun soat 7-8 gacha o'zingiz yopishingizga to'g'ri keladi. Agar bu ishlarni o'zim qilmaydigan bo'lsam, men faqat tovar bilan shug'ullanaman deydigan bo'lsangiz yoki shaxsiy brendni rivojlantiraman deydigan bo'lsangiz, siz bitta o'zingizga xodim yoki ishchi olishingizga to'g'ri keladi. Bu ham qo'shimcha xarajat hisoblanadi. Uni tepasiga bitta kamera qo'yamiz, keyin level qilyaptimi yo'qmi deb, u ham xarajat. Undan keyin hozirgi kunda do'stlar Instagram, Telegramda, ijtimoiy tarmoqlarda sizning kanal va guruhlaringiz bo'lmasa, savdolaringiz unaqa zo'r bo'lmaydi do'stlar. Shuning uchun hozirgi kunda SMM, mobilograf, targetolog, yana marketolog degan kasblar chiqib ketgan. Ular ham alohida pul hisoblanadi. Shaxsiy brend rivojlantirish kerak bo'ladi, Instagram yurgizish kerak bo'ladi. Xullas, hammasi bu ham xarajat hisoblanadi. Undan tashqari targetga alohida pul sarflaysiz. Sizni respublika bo'yicha ular videoga olishadi, shaxsiy brendingizni rivojlantirishadi va respublika bo'yicha ko'rsatishadi. Ko'rsatishgandan keyin sizga zakaz tushib boshlaydi. Andijondan, Farg'onadan, misol olaylik Xorazmdan, Qoraqalpoqdan, Navoiydan farq yo'q. Zakaz tushadi. Endi siz o'zingiz turgan joyingizda petakma-petak yurib tarqatishingizga to'g'ri keladi yoki pochta, BTS yoki bo'lmasa pochtalar orqali siz tovarlarni jo'natishingizga to'g'ri keladi. Klientga borsa olsa yaxshi-ku, lekin olmasa sizdan baribir o'sha taksi sizni yo'l kirangizni yoki o'sha pochta xizmati sizni yo'l kirangizni so'raydi, chunki olib borib, olib kelgani hisobi. U ham qo'shimcha xarajat hisoblanadi. Boyagi xarajatlarga qo'shimcha. Undan tashqari, hozir kommunalkamiz yaxshigina pul bo'lgan, ayniqsa yozda u ham qo'shimcha xarajat hisoblanadi, keyin nalogingiz bor. Ana undan ortgani sizniki bo'ladi do'stlar. Siz 100 so'mga olib turib, imkoningiz yo'q, 250-300 so'mga sotasiz. Sizga 50 so'm foyda qolishi uchun. Chunki joy, arenda, ishchi, SMMchi va hokazo, target va hokazo, dastavka, balobatlar hammasi xarajatdan tashqari sizga 50 so'm chisti foyda qolishi uchun. Ana endi nimaga hamma Marketda qilyapti? O'sha tovar, misol men 100 ming so'mga olsam, siz 300 ming so'mga sotayotgan bir paytingizda, men buni yoki men 100 so'mga olsamda, siz 300 so'mga sotayotgan bir paytingizda, men buni 180 so'mga uzumda sotaman. Uzum o'zini 30 so'm, 35 so'm xizmatiga oladi-da, qolgan foydani o'sha 45 so'm, 50 so'mini menga tashab beradi. Marketda afzalligi esa joy tanlamaydi.
ishchi ishlatmaysiz, targeting mobil SMMchi komanda ishlatmaysiz, shaxsiy brend rivojlantiraman demaysiz, target ishlatmaysiz, dastavkaga boshingizni qotirmaysiz. Yana yaxshi tarafi do'stlar, siz bilan biz hozir gaplashyapmiz, lekin bizning do'konimizda savdo bo'lyapti. 24 soat onlayn savdo. Siz o'zingiz do'koningizni ertalab ochib, soat 7-8 gacha ishlatishingiz mumkin, kechasi kimdir sizdan savdo qila olmaydi. Yana bitta yaxshi tarafini aytaman, ayniqsa sotuvchilarning og'rig'i. Siz kimgadir tovarni qarzga berib, orqasidan yugurib yurasiz. Na urisha olasiz, na so'ka olasiz. Uzumarketda klientga tovarni bo'lib berishga beradimi? Boshlang'ich to'lov olmasdan beradimi? Sizga o'sha belgilangan summada, masalan 1 millionga sotaman degan bo'lsangiz, 1 milliondagi summangizni yaxlit ko'rinishda tashib beradi. U klient beradimi, bermaydimi? U uzun bilan klientning muammosi do'stim. Mana shunaqa afzalliklari bor. Shuning uchun Uzumarketda sotish anchagina qulay. Lekin hali bu yangi soha bo'lganligi uchun, ya'ni onlayn sotuvlar bo'lgan, avval Instagramdan, Telegramdan sotganmiz, lekin marketplacelar endi kirib kelayotganligi uchun, yangi soha bo'layotganligi uchun buni o'rganmasdan turib, ilmini olmasdan turib sotuvga chiqishingiz juda katta xato bo'ladi. Tovaringizni muzlatib qo'yasiz, yaxshi tovar sotayotgan bo'lsangiz, shu zo'r ketadi, uzunga olib kiradigan bo'lsangiz ketmasligi mumkin. Offline bilan onlayndagi sotuvda juda katta farqi bor. Unda ham internetda sotiladigan, Instagram, Telegramda sotiladigan tovar bilan Uzumarketplace'da sotiladigan tovarning ancha farqi bor do'stlar. Buni bizdan darslarda ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Endi ko'pchilikda uchraydigan savol, qancha bilan o'zimga kirsam bo'ladi? Necha pul tiksam, necha pul olaman degan savol bor. Do'stim, keling men sizga soddaroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Misol, siz 10 million so'm bilan ish boshladingiz, men ham 10 million so'm bilan ish boshladim. Siz 10 million so'mingizga 10 ta telefon oldingiz 1 million so'mdan. U 1 million so'mdan olgan telefoningizni 1,5 milliondan sotaman desangiz, odamlar hammasida qo'lida telefon bor, olmaydi, qimmat deydi, olmaydi. Siz sotishingiz mumkin, 1 millionlik telefoningizni ustiga 200 ming so'm qo'yib, 1 million 200 ming so'mdan sotishingiz mumkin. Keling, endi grup hisoblaydigan bo'lsak, bir oyda o'sha 10 ta telefoningizni 1 million 200 dan sotsangiz, 12 million so'm pul bo'ldi. Bundan 500 ming so'm nalogga olib tashlaydigan bo'lsak, 11,5 million pul qoldi. 10 million so'm bizning tikkan pulimiz bo'ladigan so'm 15%, ya'ni 1,5 million so'm tikkan pulimizga yarasha foyda qoldi. Endi men o'sha 10 million so'mga soat, ochki va hokazo 100 ming so'mga olib turib 200 ming so'mga sotsam, odamlar qimmat demasdan oladigan tovarni oldim. Tasavvur qiling, 10 million so'mga 100 ming so'mdan oladigan bo'lsam, 100 ta tovar beradi, 100 ta tovarni 200 ming so'mdan sotadigan bo'lsam, 20 million so'm pul bo'ladi. Bundan 500 ming so'm nalogga olib tashlaydigan bo'lsak, menda 19,5 million so'm pul qoldi, 10 million so'm tikkan pulim bo'ladigan so'm 9,5 million so'm foydam. Endi bu grup hisoblanyapti. Do'stlar, sizlarga tushunarli bo'lishi uchun men 9,5 million foyda qildim, siz 1,5 million foyda qildingiz. Lekin ikkalamiz ham 10 million so'mdan pul tikdik boshlanishiga. Xuddi mana shu joyda qaysi tovar sotish kerak, qaysi tovardan qancha foiz qoladi, qancha foyda qoladi, hammasini bizning tovar analitika degan darsimiz bor. Tovar analitika darsi bu bizda hali tovarga pul tikmasingizdan turib, sizga necha foiz foyda olib kelishini ko'rib olasiz. Pul tikib qo'yib, "Voy, sotilmayapti" degan narsa yo'q. Bizda qolgan sizga boshqa kurslar sizga tovar analitika saytlarini o'rgatishadi. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Bizda formulalar, filtrlar yasab qo'yganmiz. U filtrlardan o'tib sizga o'zi sotilmaydigan tovar qolmaydi do'stlar. O'sha filtrlardan maksimal foydalanamiz. Ana o'shanda siz 10 million tikka 1,5 million emas, 10 million tikka 9,5 million foyda qilishni o'rganasiz. Tovar analitika saytlarining bitta notarafi bor. Birinchidan sizga ko'rsatgan narsa hammaga ko'rsatay, soddaroq tushuntiradigan bo'lsam, uzundan nima zo'r sotilyapti deb yozadigan bo'lsangiz, tovar analitika qidiradigan bo'lsangiz, misol qaysi krossovka zo'r sotilyapti uzunni deb so'raydigan bo'lsangiz, sizga bitta krossovka rasmini ko'rsatib beraman, mana shunda zo'r ketyapti deb. Endi savol, sizga o'xshagan, yana o'sha saytda tovar analitika saytini sotib olgan nechta odamga shu krossovkani ko'rsatadi? Shuni hisobiga ham siz krossovka deb yozadigan bo'lsangiz, Uzumarketda juda ham ko'p bir xil krossovkalar chiqib ketyapti. Bu hamma bir xil krossovka olib kelgandan keyin narx-navoni o'zi konkurensiyani kuchayishiga olib keladi, narx-navo tushib ketishiga, siz yaxshigina foyda qilishingizga to'sqinlik qiladi. Bizning yo'ldan foydalanadigan bo'lsangiz, unda sizga zo'r effekt beradi do'stlar. Qancha bilan boshlasam, qancha foyda olaman degan savol ko'p do'stlar. Siz tikayotgan pulingizga yarasha 25-30% endi boshlang'ichida shunaqa foyda olasiz. Sizda opit kuchaygani sari, qaysi oyda qaysi tovar sotish kerakligini oldindan o'zi bilib o'rganish sari sizda o'sha foydangiz ancha ko'proq bo'ladi do'stlar. Men oylikli ishda ishlayman. Ya'ni bitta qayerdadir ishlaysiz. Qo'shimcha tariqasida bu Uzumarketda ham qilsam bo'ladimi degan savolingizga men mana bu videoni
ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Hayot aka, men oylikli ishda ishlayman. O'sha ertalabdan kechgacha oylikli ishda ishlayman. O'sha ishimda ishlab turib, parallelni uzun marketda onlayn do'kon ochib yuritsam bo'ladimi? Bo'ladi, zo'r. Hozirgi kunda aynan oylikka ishlagan, kimdir quruvchi bo'lishi mumkin, kimdir misol salonni yurg'izishi mumkin, kimdir oshpaz bo'lishi mumkin. Hammamiz oylikka ishlaymiz misol. Kimdir 3 millionga, kimdir 4 million, kimdir 5 million. Agar siz oylikka ishlaydigan bo'lsangiz, agar siz qanchadir maoshga ishlaydigan bo'lsangiz, misol 3 million kimdadir, 4 million kimdadir 5 million misol, o'rtachasi bir 4 million oladigan bo'lsak, agar sizga kimdir 4 million beryaptimi, siz ertalab soat 8 da ishga borishingiz kerak yoki 9 da, ertalab obeddan keyin soat 5 da qaytishingiz kerak. Hech bo'lmaganda 8 soat majburiy ish soati bor. Sizga o'shancha soatni baribir rahbaringiz belgilab beradi. Rahbarga buyuradi, u rahbar pastdagi rahbarga, u sizga buyuradi. Endi oylik maosh ishlaganingizdan keyin shunaqa. Keling, endi 4 million so'mdan siz 1 yilda 12 marta oladigan bo'lsangiz, 48 million so'm atrofida bo'ladi. Bu yig'ilgan summa. Agar 1 yilda 4 milliondan ishlab topsangiz. Endi siz kreditlaringiz, xarajatlaringiz, kommunalkangiz, uy ro'zg'or, telefonga pul tashlaysiz, xullas hamma xarajatlaringizdan, kiyinish, yeyish, xullas do'st birodarlarning to'y hashamiga borishlaringizdan tashqari necha pul orttirasiz? Ana $100 orttiring mayli. Endi uzun market tushuntiraman. Uzun marketda oylik maosh belgilanmagan. Menimcha topasan, menimcha qilasan deb belgilanmagan. Hamma ishlagan harakatiga qarash, yarasha topadi. Tovarniy biznes, tovar olib sotasiz. Misol hozirgi kunda bizning o'quvchilarimizni shu yosh bolalar ham $4000-5000 oyiga topyapti. Keling, endi bo'lmaydigan joyini hisoblaylik. Misol $1000 topyapti deb hisoblaylik. $1000 dan topayotgan bo'lsa, 8 soat ishla deyilmaydi uzun marketda. Siz xohlagan joyingizda o'sha onlayn ish bo'lgani uchun, xohlagan joyingizda notebookingizni ochasiz, xohlagan joyingizda o'sha kompyuterda o'zingiz ishingizni qilaverasiz. Har kuni 4 soat ishla, har kuni bir 5 soat ishla degan narsa yo'q. Men misol kuniga kechga bir kompyuterimni ochaman, yarim soat, ertalab bir uyg'ongan paytimda qarayman, nimam kamaygan, o'shanga qarab olib boraman tovarga, omborga. Yarim soat vaqtim ketadi. Endi rahbar bu yerda bitta rahbar bor, u ham bo'lsa o'zingiz. O'zingiz qachon xohlasangiz, o'zingiz o'shanda ishlaysiz. Endi $1000 dan agar 12 oyga ko'paytiradigan bo'lsangiz, ya'ni 1 yilga $12000 bo'ladi. Misol boya sizniki 48 million, keling bir $4,500 deb hisoblaylik. $4,500 rasxodingiz bor edi yiliga. Agar olib tashlaydigan bo'lsangiz, $7,500 o'zingizning cho'ntagingizda qolyapti. Rasxodlardan tashqari. Endi savol, qaysi biri vigitni? Zo'r tarafi, uzun marketda ishlab turib ham o'zingiz ham ishingizni qilaverasiz, ham buni ham qilaverasiz. Hozir bitta ish bilan zo'r bo'lib ketish yoki bo'lmasa bitta ish bilan o'sha maqsadlaringizga erishishingiz qiyinroq bo'lib qoldi. Chunki butun dunyoda o'zi narx-navo ko'tarildi, yeb-ichish va hokazo hammaning orzu maqsadi bor. Agar ikkalasini ham qo'shimcha ravishda qiladigan bo'lsangiz, bu zo'r ham o'zingiz yoningizda qolaveradi. Endi bu $1000 biz minimalni hisobladik. Bu o'sib boruvchi daromad, chunki misol o'sha $1000 daromadingizni biznesga tikadigan bo'lsangiz, keyingi safar yana ko'proq chiqaveradi. Endi biz bo'lmaydigan joyini hisobladik. Bemalol boshlasanglar bo'ladi. O'sha o'zingiz boshqa ishingiz bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha ravishda ham bu biznesni qilaversangiz, har nima ertaga farzandlaringiz bor, boshqa ota-onangizni qayergadir jo'natmoqchi bo'lasiz, o'zingiz aylanmoqchi bo'lasiz, yana qo'shimcha ravishda pul kelaveradi. Siz ham oylikli ishingizni, ham bu yoqda uzundagi qo'shimcha daromadingizni qilsangiz bo'ladi do'stlar. Chunki ikkalasini ham qilsangiz bo'ladi. Uzun market sizdan 24 soat vaqtingizni sarflashni talab qilmaydi do'stlar. Ertalab yarim soat 15 minutdir, kechqurun yarim soat 15 minutdir qaysi tovaringiz qanday ketyapti, qaysi tugadi, o'shani ko'rib tursangiz, sizga vigitniroq bo'ladi do'stlar. Unaqa ko'p vaqtingizni olmay, to'g'ri, boshida o'rganishga ko'proq vaqtingiz ketishi mumkin, kechqurun 2-3 soat vaqtingiz ketishi mumkin, lekin 24 soat fokusingizni shu ishga qaratadigan ish emas do'stlar. Hammasi oson. Avval qiyin bo'lgan ishlar hozir sizga oson bo'lgani kabi, bu ham hozir sizga qiyin, lekin o'rganib bo'lganingizdan keyin hammasi oson bo'ladi. Ko'p savol bo'ladi, o'zingiz ham savdo qilasizmi deb. Ha do'stlar, men boshda aylanmamni aytib o'tdim va menda 5 ta do'kon bor. Bu do'konlarni dars jarayonida ko'rib borsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Yana bir qo'shimcha tarafi, nima uchun o'zingiz shuncha pul topsangiz, o'zimdan nima uchun kurs sotasiz deydigan bo'lsangiz do'stlar, menda boya aytganimdek, uzun market 24 soat vaqtimni olmaydi. Meni boshqa bo'sh vaqtim bormi? Nimaga men bundan foydalanmasligim kerak? Yana bitta plyus tarafi, bu sizlarga ham foyda. Kecha o'rganib chiqqan,
bir 2 oy oldin o'rganib chiqqan. Men unaqa qilardim, 100 dollardan 7 million pul qilardim, 30 milliondan 300 milliard оборотga chiqib ketdik. Xullas, lofda aytadigan odamlardan ko'ra biz realni qaraymiz va realni sizga ishlaydigan taktikani, sxemani, formulani o'rgatamiz do'stlar. Men bo'lmasam boshqa sizga aniq kursni sotadi. Yana bir savol bor do'stlar, ko'p uchraydigan. Viloyatda turib ham uzun marketda savdo qilsa bo'ladimi yo faqat Toshkentga kelish kerakmi degan savolingizga, siz viloyatda turib ham savdolarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Faqat sizda o'sha viloyatingizda optim joylar yoki ishlab chiqaradigan joylar bo'lsa, ulardan olib turib sotsangiz sizga ko'proq foyda qoladi. Opsotarlardan oladigan bo'lsangiz kamroq foyda qoladi do'stlar. Tovarlarni qanaqa jo'nataman deydigan bo'lsangiz, sizda o'zingizda shahringizda uzun market tovar tarqatish punkti bor. Siz o'sha joydan bemalol jo'natishingiz mumkin bo'ladi. Bizda hozirgi kunda juda ham ko'p o'quvchilar bitiryapti. Ularning odzivini qo'yib boraman. Siz bitta-bitta ko'rib chiqishingiz mumkin. Siz nomeringiz bilan ism familiyangizni qoldirgan bo'lsangiz, sizga o'zi operatorlarimiz aloqaga chiqishadi. Ulardan siz sayt so'rang. Biz Income Business maktabi siz uchun alohida sayt ochib qo'yganmiz. Uzun market qanaqa boshlanadi, qaysi dokumentni qilish kerak, qayerdan qanaqa o'quv jarayonlari qanaqa ketadi, ularda bizda o'qib chiqqan odamlarning fikri, odzivlari, hammasi realni. Unaqa bitta gapirib bering degan joy yo'q. Realni ko'rib, xulosa qilib, keyin kursni olish olmasligingiz yoki bu ishni boshlamasligingizni keyin xulosa qilib chiqarib olsangiz bo'ladi. Ha, aytgancha, imенно bizani kursimizni olishingiz shart emas do'stim. Lekin professional, yaxshi ishiga yondashadigan, o'zimda o'zi ham savdo qiladigan insonlarni bilimlaridan foydalanib bu ishni boshlaganingiz ma'qulroq bo'ladi do'stlar. Bu uchun sizlarga bitta life hack aytib ketaman. Misol siz Instagramda uzunni o'rgataman, unaqa qilaman degan odamlarni ko'p ko'ryapsiz. Sizga bitta life hack. Instagramga kirib 3 nuqtachani tepa burchakda 3 nuqtachasi bor. Ustiga bosadigan bo'lsangiz, profil qachon ochilganligi aniq bo'ladi. Va uzunni qachondan boshlab o'rgataman deyotganligini siz uzun marketda men savdolarni o'rgataman degan postini qachon qo'yganligidan boshlab kuzatsangiz bo'ladi. Misol uni 2 oy oldin qo'yganmi, 1 oy oldin qo'yganmi, 1 yil oldin qo'yganmi, 2 yil oldin qo'yganmi, eng pastdagi postini. O'shanga qarab siz uni kursini xarid qilsangiz bo'ladi. Chunki boya aytganimdek, siz uni tajribasini pulga sotib olasiz. Onlayn tarafi tovar qo'ydi, sotildi degan narsa yo'q do'stlar. Avvalida tovar qo'ysak bo'ldi, sotildi deydi. Hozir siz uzun marketda algoritmini, uni ishlash taktikasini, yo'nalishlarini bilmaydigan bo'lsangiz, sizda savdo avvalgidek bo'lmaydi. Endi Income Business maktabini boshqalardan ajratib turadigan jihatlari nima, afzalliklari nimada sizlarda, misol qolgan joylardan farqi nima deydigan bo'lsangiz, bizda 3 ta darsimiz bor, boshqalarda yo'q. Birinchisi, bu o'sha uzun marketni noldan o'zgacha onlayn sxemasini o'rgatish, undan tashqari to'g'ri tovar tanlay olish. Boya aytdim-ku, menda 9,5 million, sizda 1,5 million foyda bo'ldi. Xuddi o'shanaqa qaysi to'g'ri tovar tanlashni, qaysi tovar tanlasa sizga foydaliroqligini tovar analitikasi degan darsimiz bor. Unda ko'rib bo'lasiz. Hali pul tikmasdan turib, siz nechta pul foyda qilishingizni ko'rib bo'lasiz. Ikkinchisi, bozorni baholash degan darsimiz. Biz bozorga tushamiz o'quvchilar bilan. Bozorlarni qayda qanaqa solishtirish kerak, Xitoydan olgan vegetnerokmi yo o'zimiz bozordan olib boshlagan vegetnerokmi, o'shalarni solishtirish, ya'ni bozorni baholash darsimiz bor. Bu boshqa joylarda yo'q. Uchinchisi esa do'stlar, tovarni topga olib chiqish. Tovaringizni upakovka qilib omborga borib qo'yganingizdan keyin ham siz qiladigan omillaringiz bor. Oshni faqat go'shti zo'r bo'lgani bilan zo'r osh bo'lib qolmaydi do'stlar. Uni sabzisi, boshqa masalliqlari, oshpazi, gazi, tuzi hamma zo'r bo'lsa, zo'r siz o'ylagandagi natija chiqadi. Xuddi shunaqa uzumdan tovarni, ya'ni men mahsulotim zo'r deb uzumga borib qo'yganingiz bilan, ya'ni go'shti zo'r bo'lgani bilan zo'r sotiladi degani emas do'stlar. Shuning uchun qolgan omillarni ham tovar topga olib chiqishda omillari bor, o'ziga yarasha o'shalarni qilganingizda tovaringiz mo'shni sotiladi. Yana bir kichkina savolinglar bor, ko'p uchraydigan. Men uzumda ko'rdim, men ishlab chiqaradigan yoki men sotmoqchi bo'lgan tovarni mendan oldin 2000 ta, 3000 ta, 4000 talab sotgan. Shu gap rostmi deydigan bo'lsanglar do'stlar, ha, bu rost. Uzum statistikada aldamaydi. Endi men bunga kirsam, men undan yaxshiroq sota olamanmi deydigan bo'lsangiz yoki men uni darajasi sota olamanmi deydigan bo'lsangiz, albatta sota olasiz. Boya aytganimdek, buni o'ziga yarasha sir asrorlari bor. Bularni o'rganib turib, keyin boshlaganingiz ma'qulroq bo'ladi do'stlar. Mana shu o'sha darssiz katta ehtimol bilan savdoingiz juda past bo'ladi yoki-da savdolaringiz muzlab qolishiga olib keladi do'stlar. Biz Income Business maktabi ko'p joyda o'qigan insonlarni boshqatdan o'qitdik. Umuman sotilmagan, har 1,5 oy ichida sotilmagan tovarini bizdagi instrumentlarni qo'llab turgan holda bir kunning o'zida 64 ta dona sotishga musharraf bo'ldik. Endi eng ko'pi u ham yaxshi, bir kunda 64 ta sotuv zo'r degani.
Shuning uchun ja maqtanib yormaylik. Hammasini amalda ko'rganingiz ma'qul. Ha aytgancha bizda offline kurslarimizda hammasi amaliyot do'stlar. Nazariy degan narsa yo'q. Hammasini birga tepangizda turib, yoshligimizda eslasanglar, qo'limizdan ushlab harf yozdirardik. Xuddi shunaqa meshkani ushlab turib, qanaqa boshlanadi, nima qilinadi, hammasini tepangizda turib o'zimiz o'rgatamiz. Men sizga bir hikoya aytib beraman, do'stlar. Hikoya o'zimizda boshimizda kechirgan hikoyamiz. Bundan 2 yil oldin bir Salohiddin degan ukamiz keldi. U ukamiz O'rizorda o'yinchoq magazinda yordamchi, ya'ni tovarlarni olib chiqib qo'yib, sotuvlarga yordam beradigan, keyin do'konni yopib, misol yordam qiladigan ukamiz edi. Shu sohada ishlardilar. U inson keldi, o'qidilar. O'sha insonni yatitisi bilan ish boshladilar. Undan keyin o'sha do'konni o'zidan realga tovar oldi. Boshqalarga bergandan ko'ra menga beraylik, men o'zimni sotib, sizlarga pulini qilib beraman deb turib oldi. Shunchalar ishladiki, do'stlar, hozirgi kungacha u odam videolari bor bizning o'sha boya aytgan saytimizda. Hozirgi kunda Uzum marketda top 10 talik o'yinchoq sotadiganlarning orasida. Hozir bilingan 10 milliarddan ziyod aylanmaga ega. Oxirgi ko'rganimizda 6 milliard degandi va shu bilan birgalikda o'zini Isuzu mashinasini olgan yuk tashishga. Nimaga yuk tashishga Isuzu mashina oldingiz? Naborot buni puldan tovarga tiksangiz bo'lardi-ku deganimda, har kuni Yandexga olib borib tovarlarimni omborga borib berib keladigan pulimdan ko'ra menga shu Isuzu olganim vigitniroq tushdi dedi. Xudo xolasa sizlar ham o'qib turib shunaqa natijalarga erishinglar. Oddiy bitta xodim yoki ishchi bo'lib ishlagan inson mana hozir o'zini Isuzu'larigacha bor, o'zini o'sha oyiga milliard pul aylantiradigan biznesiga ega bo'ldi do'stlar. Siz ham bu imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. Bu haqida bunaqa o'quvchilarimiz ko'p. Bu haqida o'sha sizga telefon qilgan operatorimizga sayt tashlab bersanglar, tashlab beradi, yo'qda ko'rsanglar bo'ladi do'stlar. Endi bizdagi tariflar. Individual tarifimiz bor, offline, ya'ni kelib o'rganasiz. Alohida o'zingizga o'tiladi. U darsni men o'zim o'taman do'stlar. Offline darsimiz bor. Offline darsimizda u 5 tagacha guruhda 5 tagacha odam bo'ladi. Biz ana 30 ta, 40 ta odam yig'ib o'tmaymiz. 5 tagachani kontrol qilsa bo'ladi. Uni boshimizda ispitaniya qilib o'tkazib ko'rdik. 5 tagacha guruhda odam bo'ladi. U kursimiz offline kursimiz hisoblanadi. Uni ham men o'zim o'taman. O'zim kontrolda bo'laman do'stlar. Birinchi 100 millionga chiqqangacha offline hamda individual kurslarimizni o'zim tepasi nazorat qilib, shogirdlar bilan, kuratorlar bo'ladi, nazoratda bo'lamiz do'stlar. Onlayn kurslar buni viloyatda men bora olmayman Toshkentga, onlayn o'rganmoqchiman. Men viloyatda men borib o'rgana olmayman degan do'stlarimiz uchun sotuvchimisiz, bilmayman, talabamisiz, uy bekasimisiz, hammaga bu kursimiz sodda qilib tushuntirilgan. Onlayn bo'lsa-da, bu kursimiz onlayn premium kursimiz deb ataladi. Alohida o'zingiz bilan ishlanadi. Onlaynning o'zi bor, bunda guruh bilan ishlanadi. Ya'ni guruhda siz o'sha savollaringizga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Yana batafsil ma'lumotlarni sizlarga telefon qilgan operatorlardan bilib olsanglar bo'ladi. Narxi, qanaqa, qachon boshlanadi, nima, qanday o'zi yana savollar tug'ilsa, yana savollaringizni bersiz, bemalol javob berishadi. Income Business maktabi 0 dan 100 gacha o'rgatamiz do'stlar. Siz ism familiya qoldirgan bo'lsangiz, sizga albatta telefon qilishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Siz Uzumni boshlaysizmi? Uzum marketda savdoni boshlamaysizmi? Bu video sizga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Bitta like chani qiziqtirib, podpiska bo'lishni unutib qo'ymanglar.